Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, yaxshimisizlar? Navbatdagi 30 kilovatlik avtomat kattalarimizni o'zimiz xatlab olgan. Hozir mahallaga dastavka qilib, xudo xolasa o'zimizning bolalar, shogird bolalar to'rtta radiator montajlarini qilib, ular ishlab beradi, xudo xolasa. Shunaqa yaxshi xizmatlar, yaxshi kattalar kelsa aloqa chiqarsizlar. Materiallarimiz ham optim narxda bo'ldi, radiator, hamma narsalarimiz. Xudo xolasa bizlar imkon qadar santexnika narsalarimizni optim narxda qilganmiz do'stlar. Ikkita reduktorli katta motorda bo'ladi, 30 kilovatlik avtomat katyol. Listlarimiz ham 5 mm uzoq yillar xizmat qiladi do'stlar. Shunaqa sifatli yaxshi katyollar kelsa, aloqa chiqarasizlar. Bizda qo'l avtomat, ruchnoy avtomat katyollar hozirgi kunda mavjud do'stlar. Xonadonga ham olib tushirdik. Mana shu yerda o'rtada darvozaxona bor. Darvozaxonani bu tarafi ham to'rtta radiator qo'yilyapti. Bu tarafi o'z montaj bo'lgan. Radiator sistema, yarimida topli pol sistema ekan. Xudo xolasa chiroyli ishlab beramiz. Bu tarafni isitish uchun tom orqali podacha apparatkalardan o'tyapmiz. Ishlashini xudo xolasa chiroyli videolarni ham qilamiz. Eski katyollar beda bo'lgan katyolxona. Bularni olamiz, xudo xolasa sistemani ishiga terib beramiz. Topli pollari hamma yoq o'rnida qoladi. Trihadoviy bilan sistemani ishiga terib, radiator topli pollarni ajratamiz. Katyolni o'zini mana uyning orqasiga mana shu yerga qo'yamiz. Bitta naves qilib qo'ysa, xudo xolasa shu yerda katyol xizmat qilaveradi ishlab. Topli pol ham bor, yo'llarda. Ha, topli pollarni xudo xolasa ajratishlar. O'zimiz Haqlotda Toz mahallada Prezda oldidagi ko'chaga Zardor mahallasi. Zardor ko'chasi 30-uy ajratamiz uyga qo'yildi. 300 metrga yetadigan. 30 kilovatlik. Kilovatlik. Bunkeri bilan aytga materiallarimiz bo'ldi. Xudo xolasa chiroyli ishlab beramiz. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.